Assalomu alaykum hurmatli Yadeyani YouTube'dagi obunachilari. Bugun sizlarga qish mavsumi uchun juda ham qulay bo'lgan C16 modelini chiroyli qilib obzor qilib beraman. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib bu modelimizni qulayliklarini emas, ma'lumotlarini birma-bir aytib o'tsam. Bu modelimiz umumiy yuk ko'tarish vazni 300 kg, yurish masofasi bo'lsa 50-80 km. Eng muhimi, motor quvvati 600 Watt, tezligi soatiga 30 km, akkumulyatori 72 volt, 23 amper. Eng yaxshi qulayliklaridan biri bu ikkitadan masofadan boshqariluvchi pultiga ega. Kattagina elektron Tesla monitorga o'xshagan tablosidan hamma ma'lumotlarni bemalol ko'rib turishingiz mumkin. Mana. Chiroqlarni aynan shu yerdan boshqarasiz. Chiroq yoqqaningizda o'zi mana tablodan ko'rsatadi. Ikki bosqichli, skorostli. Oldingi orqaga yuradigan funksiyasi mana. Orqaga yurishni bosganingizda ham ana tiktillab ovozi asabingizga tegmaydi. Mana. Pastgina ovozda tit qilib turadi. Bir xilgi skuterlar juda ham baland ovoz chiqarib asabingizga tegadi. Bu tomonida dalniy bilejniklari bor. Поворотникlar. Signali balandgina, Matiz'ning signalidan ham menimcha balandroq bo'lsa kerak. Shu joyida bir narsani aytib, eslatib o'tishim kerak. Ko'p tritsikllarda gelviy akkumulyator qo'yiladi. Bizi C16 modelimizda grafinli akkumulyator qo'yilgan. Hozir grafinli akkumulyator bilan gelviy akkumulyatorning farqini tushuntirib o'taman. Hamma akkumulyatorlarda sikl degan narsa bo'ladi. Sizlarga soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, iPhone 15 mi, iPhone 16 versiyasimi chiqqandan boshlab har bitta zaryadga qo'yganingiz bir sikl yoziladigan bo'lib boshlangan. Xuddi shunday, mana bu sizlarga aytgan gelviy akkumulyatorım oddiy akkumulyator. Bunda 300 sikl bo'ladi. Ya'ni har bitta qo'ygan zaryadingiz yarmiga to'lsa ham, bu gelviy akkumulyatorda yarmiga to'lsa ham bitta sikl yoziladi. Bizda aynan mana shu C16 modelimizga o'rnatilgan akkumulyator Yadeyani Grafin 3-avlod plus akkumulyatori bo'ladi. Ya'ni bunda 1000 dan ortiq zaryadlash sikli bor. Bu bitta to'liq zaryadlanganda bitta siklga yuradi. Ya'ni boshqa mana bu narsalarga misol 6 oyga chidab bersa eplab oddiy akkumulyatorlar. Bu akkumulyatorimiz bo'lsa 12 oy 20 ming wattgacha quvvatlashga kafolat beriladi. Aytgancha, boya aytib o'tganimdek, aynan oddiy akkumulyator yarimta zaryadlasangiz ham bitta siklga yursa, bu 3-avlod plus grafin akkumulyatorimiz bo'lsa, yarimta zaryadlasangiz yarimta siklga yuradi. Bitta to'liq zaryadlasangiz keyin bitta siklga yuradi. Agar sizda ham ushbu ajoyib tritsiklimizni sotib olish fikri uyg'ongan bo'lsa, pastdagi raqamlarga o'ylab o'tirmasdan bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda yetkazib beramiz. Yadeyani kuzatib boring, yangiliklar hali oldinda.